qilyapsan, ha? Sizdan so'rash kerak nima qilayotganingizni. Sizda ozgina bo'lsa ham vijdon, uyat degan narsalar bormi? Ha? Darrov uylanganingizni qarang. Tushunmadim. Komil aka. Qo'y, ahamiyat berma, o'zi bu jinnidan zo'r o'qitilganmi? Ha, yo'q-e. Kim kimdan qutildi? Ha? Kim? Manga qarang. Kimga tegayotganingizni bilasizmi o'zi? G'irt xotin vosku-ku. Tushunmadim. Nimalar deyapsiz? O'chir ovozingni. Opa, bir narsa desangiz-chi? Shahnozaxon, Nima deydilar? Ha? Shahnozaxon. Qayoqqa? Mani hali gapim tugagani yo'q. Mayli, Shahnozaxon. Komil, do'stim. Asabiylashma. Bu ahmoq shu yergacha ham kelibdi. Qara. Xudodan oldin nima degan gap bo'lamiz? Nima qilardingiz bu yerga kelib? Ha, o'zingiz guldek oilangizni buzdingiz. Endi janjal qilib nima qilasiz? Ukangizda ham bor, umuman vijdon, uyat degan narsa yo'q ekan. Ajrashganiga 15 kun ham bo'lgani yo'q. Darrov uylanganini qarang. Mayli, Shahnozaxon, yuring, men sizga taksi chaqirib beraman. Shundoq ham bu yoqda qolib ukangizga yalinish niyatim yo'q. Shunchaki men bu tasqarasi qanaqa ekan deb ko'rgani kelgan edim. Iltimos, baqirmang. Yuring, Shahnozaxon. Qoching, o'zim ketaman.